Ha qo'shni, tinchlikmi? Ya assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimiz. Yaxshimi? Rahmat. Ha qo'shni, uyga o'tib ketdimi? Uyga o'tib ketsa ham mayli edi, bundan battari bo'pti, battari. Xo'sh. Ani gaplashib yuradigan qizim bor-ku. Sayyorami? Yo'q, Chaqmoqmi? yo'q, kumush. Yana yangisi bormidi? Ha, u ham mayli, o'sha kumush Instagramda Tijonka bilan gaplashib yurdim. Xo'sh. O'shani ko'rib qopti-da, bilib qopti-da. Hozir ikkalasi janjal qilib, til biriktirib, endi uyda o'tirib tur. Hozir biz boramiz, razbol qilamiz. Sharmanda bo'laman. Qo'shni sharmanda bo'laman. Hamjon. Mana qarang, qo'llarim qaltirib ketyapti. Asabdanmikin? Nima qilsammikin? Qo'shni bir yaxshi maslahat beraman. Aha. Qo'shni. Hozir ikkalasi keladi. Hop. Bag'ir-chag'ir qiladi. Ha, Mahallaga sharmanda bo'lasiz. Yo'q obro'yingizni o'zi yanada yo'q qilasiz. Qo'shni, yaxshisi ikkalasini ham taniysiz, bilasiz xarakterini. Shunda uyga olib kirasiz-da. Nima-jimida hal qilib, ikkalasini ham rozi qilib chiqaraverasiz. Qalay bo'ldi? uyda bo'lmaydi-da. Ne bo'lmaydi? Uyda xotinim bor. Haydi